Assalomu alaykum aziz kitobsevar bolajonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi sizlarga sara kitoblarni tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi tavsiya etadigan kitobimiz Talaffuzni o'rganamiz kitobidir. Ushbu kitobda 200 ga yaqin talaffuzi va imlosi farqlanadigan so'zlar muayyan guruhlarda tartiblangan. Kitobdan ona tili fanining orfografiya, orfoepiya bo'limlarini va to'garak mashg'ulotlarini o'tishda turli topshiriqlar tizimini ishlab chiqish, testlar tuzishda yordamchi manba sifatida foydalanish mumkin. Kitob boshlang'ich va yuqori sinf, ona tili va adabiyot o'quvchilari, ota-onalar hamda abituriyentlarga mo'ljallangan. Aziz bolajonlar, sizlarga ushbu kitobni o'qish uchun tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.